Assalomu alaykum hurmatli zamonlashlar. Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Mine bugun Yoshlar ishlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi tarafidan 1 dekabr Qoraqalpoq tilini mamlakatlik til birligi belgilagani 33 yil to'la munosabati bilan zamonlashlarimizdan so'rovnoma olmoqchimiz. Zamonlaslarimiz so'rovlarimizni qancha yil darajada durust javob berar ekan, buni bilib olish uchun ketdik. Assalomu alaykum. 1 dekabr qanday kun? 1 dekabr? Bilmiyorum. Birinchi Qoraqalpoq til bayrami. Til bayram. 1 dekabr qisting boshlangan kuni. 1 dekabr Qoraqalpoq bayrog'ining qabul etilgani. 1 dekabr Qoraqalpoq tilining qabul etilgani. Qoraqalpoq tilining nesi o? Milliy tilimiz. Xalqaro oyduzga qarshi kun til bayrami bor ekan. Til bayrami. 1 dekabr. 1 dekabr. Bugungi so'rovnomamiz usulundan shumaqlandi. Zamonlashlarimiz so'rovlarimizga qancha yil durust javob berganini yuqoridagi videoda to'liq ko'ringizga bo'ladi. Bayram munosabati bilan shunday so'rovnomalar yili davom etadi. Bizdan uzoqlashmang. Qo'sh sog', salomat bo'ling.